هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure İbrahim tefsiri 18. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi İbrahim suresi 18. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbini inkar qilganlarning qilgan yaxshi amallari bo'ronliq kunda shamol uchirib ketgan bir döve kulga o'xshaydi. Kafirlar bu dunyoda qilgan yaxshi amallari uchun ozroqmi savobga erisholmaydi. Bu cho'nqur izishdir, ya'ni cho'ng ziyondir. Kafirlarning amallarining misoli. Bu Alloh taologa boshqasini qetib ibodat qilgan, Allah Teala'nın peygamberlerini yalğanğa çıkargan, asassız ve doğru bo'lmagan amellerini kılgan. Lekin o amellerinin neticesi de en muhtaç bolganda ularning savabı yok bolup ketken kafirlar üçün bayan kılıngan misaldır. Rabbini inkar kılganlarning qilgan yaxshi amallari bo'ronliq kunda shamol uchirib ketgan bir döv kulga o'xshaydi. Kafirlar bu dunyoda qilgan yaxshi amallari uchun ozroqmi savobga erisholmaydi. Ya'ni bu qiyomat kuni Alloh taoladan amallarining savobini talab qilgan chog'dagi misolidir. Chunki ular amallarimiz bilan ajrga erishimiz deb o'ylaydi. Lekin ular hech narsaga erisholmaydi. Amallarının qattiq bo'ronda turib, qattiq bo'ronda tozib ketadigan kulgiga o'xshash qolganligini, kulgiga o'xshash bo'lib qolganligini dunyoda qilgan amallarining hech bir foyda bermaydiganligini ko'rdi. Bermaganligini ko'rdi. Agar ular mush qattiq bo'ron chiqqan kunlarda kulni uchirib etmay saqlab qilishga qodir bo'la olgan bo'lsa edi, ular o'z amallarini saqlab qolar edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: biz ularning qilgan yaxshi amallarini bir taraf qilib, uni uchib yurgan to'zandek qilib o'tamiz. Ya'ni ular iymonsiz bo'lganlikdan qilgan yaxshi amallarini yo'q chiqaramiz. Ularning bu dunyoda riyo qilib bergan sadaqalari özleriga zulm qilgan bir qavmning ziroatiga tegib uni nobud qilib etgan sovuq shamolga o'xshaydi. Egillarining gunohi tufayli dini nobud qilingan bu ziroatga o'xshash Alloh ularning yaxshi amallarini barbod qiladi. Ey mu'minlar, pul melini kişilerge köz tuş üçün sarf qiladigan, Allah'a ve ahiret kuniga iman keltirmaydigan kişinin qilgan amelini bekar qilib etginiga o'xshash, bergen sadaqanglarni minnet qilish ve aziyet yetkizish bilan bekar qilib etmanglar. Bundaq pul melini boshqalarga köz tuş üçün sarf qiladigan odam xuddi ustiga to'pchang qo'nib qolgan, qattiq yomg'irdan keyin yuyilib, burunqidek bo'lib qolgan siyliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallari uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'la olmaydi. Alloh kofir qavmni hidoyat qilmaydi. Bu cho'nqur izishdir, ya'ni cho'ng ziyondir. Ya'ni ularning tirishchanligi va amali asossiz va to'g'ri emas edi. Ularning tirishchanligi va amali asossiz va to'g'ri emas edi.
Şuna neticede ular özleri savabqa en muhtaç bolganda savabını yo'qitib qo'ydi. Bu cho'nqur izishdir, ya'ni cho'ng ziyandir. Osmonlarni va zaminni Allohning haq asosida yaratganligini, ya'ni bekor yaratmaganligini ko'rmadingmi? Agar Alloh xolisa, ey insonlar, sizlarni yo'q qilib o'tib, o'rninglarga sizlardan yaxshi yangi odamlarni yaratdi. Bu Allohga qiyin emas. O'lgandan keyin terilishning pakitlari. Allah Teala bu ayette kıyamet günüde ölüklerini qayta tirildirishki kudretinin bağlılığını xabar qiladi. Çünkü Allah Teala osmonlarni ve ziminni yarattı. Ularni yaratish insonlarni yaratishdan qiyindir. Shundoq keng, egiz ve katta osmonni ve uningdagi harakatlanadigan yoki harakatlanmaydigan yulduzlarni, sayyorlarni ve buningdan boshqa aqlni lol qiladigan yoki buningdan boshqa aqlni lol qiladigan ajoyibotlarni yaratgan. Zimindeki mumbat ve qurg'oq yerlarni, bo'ston ve cho'llarni yaratgan. U ziminni yumshoq selinchidek qilgan. U ziminda ko'llarni, tog'larni ve quruqliqlar bilan giralashgan dengiz okeanlarni, turlari, shakllari, ranglari, hajmlari ve yetkazadigan manfaatlari o'xshash bo'lmagan uchar qush, hayvonot, dal-daraxt, gül-giya ve ziraatlarni yaratgan Allah kıyamet günüde ölüklerini qayta tirildirishga qodir emasmi? Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ular, ya'ni o'lgandan keyin tirilishni inkor qiluvchi kuffarlar bilmamdiki, osmonlarni ve ziminni yaratgan ve ularni yaratishda charchab qolmagan Allah ölüklerini tirildirishga qodir emasmi? Durust, u haqiqatan har narsaga qodirdir. İnsan bilmamdiki, biz haqiqatan uni obi manidan yaratdik. Endi u Rabbiga oshkori husumatchi bo'lib qoldi. U bizga insonning qayta tirilishini yiroq sanab, chirigan so'ngaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa unutdi. U chirib ketgan so'ngaklarni kim terildira oladi dedi. Aytqinki, uni eng dastlabda yaratgan zot terildirdi. Uni eng dastlabda yaratgan zot terildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir. Allah sizlar uchun yeshil daraxtdan o't paydo qildi. Sizlar uning bilan o't yoqsizlar. Osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularning o'xshishini yaratishga qodir emasmi? U bununla qodir. Allah mahir yaratquchidir. Hammani bilguchidir. Allah birer şeyini yaratishni iroda qilsa, uningga vujud qikel deydi-da, u vujud qiladi. Allah pokdirki, har bir narsaning egilik huquqi uning qo'lidadir. O'lgandan keyin uning dargohiga qaytarilasizlar. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. Allah hammadan behojatdir, madhiyaga loyiqdir. Agar Alloh xolisa, sizlarni halok qilib, o'rninglarga yangi bir xalqni paydo qiladi. Bu Allohga qiyin emas. Agar sizlar Allohning toatidan yuz o'rsanglar, Allah sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtirdi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi. Ey mu'minlar, sizlardan kimki murtad bo'ladigan, Allah uning o'rniga Allah ularni do'st tutadigan
Ulamı Allah'ın dostusudigan, mu'minlarga ko'yinadigan, kofirlarga shafqatsiz, Allah'ның yolida jihad qiladigan va malomat qilg'uchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Ey insonlar, agar Alloh xolasa sizlarni yo'q qilib, o'rninglarga boshqalarni keltirdi. Allah bununla qodirdir. Ular, yani xaloyiqlarning hammasi qiyomat kuni qabrlardan chiqib Allah'a muloqot bo'ladi. Acizleri, yani ergeç küçüleri, mutakabbirlerge, yani ergeç turguchilarga, şübhisiz ki biz sizlarning ergeç küçünglar idik. Sizlar bizga bo'layotgan Allohning azobidan azroq dab'i qila olamsizlar, deydi. Ular, Allah bizni hidoyat qilgan bo'lsa edi, biz albatta sizlarni hidoyat qilatdik. Biz meyli nalı feryat qilayli, meyli sabr qilayli, baribir o'xshash. Bizga hech qanday qochadigan joy yo'q, deydi. Dovzax ahlidan ergeç kuchilar bilan ergeç turguchilarning munozirasi. Allohga muloqot bo'ladi. İnsanlarning yaxshisi va yomonining hammasi qudratli Alloh taologa hisob berish uchun hech qanday daldi yo'q, tüp-tüz meydanga cem buldu. Acizleri, yani ergeç küçüleri, mutakabbirlerge, yani ergeç turguchilarga, şübhisiz ki biz sizlarning ergeç küçünglar idik. Sizlar bizga bo'layotgan Allohning azobidan azroq dab'i qila olamsizlar, deydi. Yani shirki yo'q, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishdan va payg'ambarlarga ergishishdan bosh tortgan ergeç küçüler özlerinin yetekçileri, xo'jayinlari, cho'ngları ve ergeç turguchilarga bizni nimaga buyurgan bo'lsanglar, sizlarga ergishib shuni qilgan edik. Sizlar bizga va'da qilganinglardek ve bizga arzu qildirganinglardek bizden Allah Teala'nın azabidan birer narsani ko'tirib o'talamsizlar, deydi. Ergeç turguchilar javoban mundaq deydi. Allah bizni hidoyat qilgan bo'lsa edi, biz albatta sizlarni hidoyat qilatdik. Lekin Allah Teala'nın kafirlarni azoblashdan iborat so'zi bizgimi, sizlargimi bekitilib bo'ldi. Biz meyli nali feryat qilayli, meyli sabr qilayli, baribir o'xshash. Bizga hech qanday qochadigan joy yo'q. Yani biz u azobga sabr qilayli yoki sabr qilmayli, biz onundan qutulolmaymiz. Mening, yani İbn Kasirning qarashimcha, bu munoziralarning haqiqatan ular do'zaxga kirgandan keyin elib berildiganligi aniqdir. Allah Teala bu vaqtda mundaq degan. U chaqda ular do'zaxda o'zaro munozirlashidi. Ojiz ergeç kuchilar hakavur ergeç turguchilarga, şübhisiz ki biz sizlarga ergechgan edik. Bizden do'zax azobidan bir qismini elib tashlay olamsizlar, deydi. Hakavur ergeç turguchilari. Şübhisiz ki biz hammamiz do'zaxdadurmiz. Allah hakikaten bendilerinin arasında hüküm çıkardı, deydi. Allah ayetlerini inkar kılganlarga aytidi. Sizlerden ilgiri ötken cinlardan ve insanlardan bolgan kafir ümmetler bilen birlikte do'zaxga kiringlar. Her kaçan bir ümmet do'zaxga kirdiken, o özüden ilgiriki ümmetke onunla ergişip gumrah bolganlığı üçün lanet okuydu. Ularning hammasi do'zaxga kirib bo'lib jamlashganda, ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni ergeç kuchilar ilgari kirganlarga, ya'ni boshliqlarga qaritib, ey Rabbimiz, bular bizni ozdirgan, ularga ikki hassa do'zax azobi bergan, deydi. Allah hammaga ikki hassa azob berdi. Allah hammaga ikki hassa azob berildi. Lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar, deydi. Ularning orasidagi ilgirikilar keyingilarga, sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q.
ya'ni gumrohlikda va azobga tegishlik bo'lishda bir-birimizga o'xshashmiz. Qilmishlaringlar tufaylidan azobni tetinglar deydi. Davzaqda ularning yuzlari turilib ketadigan kunda ular kashki biz Allohga itoat qilgan bo'lsak-chu, payg'ambarga itoat qilgan bo'lsak-chu deydi. Ular Rabbimiz biz haqiqatan boshliqlarimizga, kattalarimizga itoat qildik. Ular bizni to'g'ri yo'ldan ozdirdi. Rabbimiz ularga azobni 2 assi bergan va ularga qattiq la'nat qilgan deydi. Ammo ularning mahshargohda husumat qilishi tövendeki oyatlarda bayon qilingan. Kafirlar bu Qur'onga va uningdan ilgirki kitoblarga hargiz ishonmaymiz deydi. Agar zolimlarni Rabbingning dargohida to'xtatib qo'yilgan chaqda ba'zi bilan jidallashayotgan ko'rsang eding, jidallashayotganda ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holini ko'ratding. Bo'za qilinganlar cho'ngchilik qilganlarga agar sizlar bo'lmasanglar biz cho'qim iymon etadiq deydi. Cho'ngchilik qilganlar bo'za qilinganlarga sizlarga hidoyat kelgandan keyin biz sizlarni uningdan to'sdikmi? Hargiz to'smadik. Sizlar o'zinglar gunoh qilg'uchi bo'ldinglar deydi. Bo'za qilinganlar cho'ngchilik qilganlarga hargiz undaq emas. Sizlarning bizga kech kunduz qilgan hiyla-mikranglar bizni iymondan to'sdi. O'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uningga shirk keltirishga buyurdinglar deydi. Azobni ko'rgan chaqda ular har ikki guruh iymon etmaganliklariga ichida pushaymon qildi. Kafirlarning bo'yinlariga taqoqlarni solamiz. Ularga faqat qilmishlarining jazosi berildi. Ish bitganda, ya'ni hisob tugab jannatilar bilan dovzaxlar ayrilib bo'lganda shayton Allah haqiqatan sizlarga itoat qilg'uvchini mukofotlash, osiylik qilg'uvchini jazolashdan iborat rost va'dani qilgan edi. Va'dasiga vafo qildi. Men sizlarga o'lgandan keyin terilish, savob, jazo degandeklar yo'q deb yolg'on va'da qilgan edim. Va'damga xiloflik qildim. Sizlarga mening kufrga, gunohga, zo'rlig'idek hukmronliqim bo'lg'ini yo'q. Men sizlarni faqat gumrohlikqa da'vat qildim. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar. Shuning uchun meni ayblamanglar. O'zinglarni ayblanglar. Men sizlarga yordam berib, sizlarni qutqiza olmayman. Sizlarmi menga yordam berib, meni qutqiza olmaysizlar. Men sizlarning burun meni Allohga ibodatda shirk qilganliklaringizni e'tirof qilmayman. Shubhisizki zolimlar cho'qim qattiq azobga duchor bo'ladi deydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar Rabbining izni bilan ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirdi. U jannatlarda mangu qoladi. Farishtalar ularni hurmatlab, sizlarga omonlik bo'lsin deb salom berdi. İblisning qiyomat kuni agash kuchilariga so'z qiladiganligi va ularga o'zri aytadiganligi. Allah Taala bandalari orasida hukm chiqarib, mu'minlarni jannatlarga kirgizib, kafirlarni davzaqlarga tashlagandan keyin iblis o'z agash kuchilariga ularning dard alamini aldınıp tartgan ziynini ziyoda qiladigan va hasratiga hasrat qo'shadigan tövendeki so'zni qiladi. Allah haqiqatan sizlarga itoat qilg'uvchini mukofotlash, osiylik qilg'uvchini jazolashdan iborat rost va'dani qilgan edi. Va'dasiga vafo qildi. Ya'ni Allah Taala o'zining payg'ambarlarining tillari bilan sizlarga qilgan va'dasiga vafo qildi. Allah Taala
payg'ambarlarga ergashganlarga nijotlikni va salomatlikni va'da qildi. Alloh taoloning bu va'dasi haq va rostdir. Ammo men, ya'ni iblis bo'lsam, sizlarga va'da qildim. Ondan va'damga xiloflik qildim. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Şeytan ularga yolg'on va'dalarni berdi va ularni xom xiyollarga soladi. Ya'ni amalda ishga oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Şeytan ularga faqat yolg'onni va'da qiladi. Sizlarga mening kufriga, gunohga zo'rlig'idek gumrohliqim bo'lg'ini yo'q. Sizlarga mening kufriga, gunohga zo'rlig'idek hukmronliqim bo'lg'ini yo'q. Ya'ni men sizlarni chaqirgan narsalar hech bir pokiti bo'lmagan narsalardir. Men sizlarga va'da qilgan narsam-u hech bir hujjati bo'lmagan narsadir. Men sizlarni faqat gumrohlikqa da'vat qildim. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar. Ya'ni men faqat shu narsalarga da'vat qilib qo'ygan edim. Haqiqatan payg'ambarlar sizlarga elib kelgan narsaning durustligiga to'g'ri dalil pokitlarni turg'izdi. Ondan sizlar payg'ambarlarga davomli qarshilik qilib ozg'unlikda chingtirdinglar. Shuning uchun meni ayblamanglar, o'zinglarni ayblanglar. Ya'ni bugun menga malomat qilmanglar, balki o'zinglarga malomat qilinglar. Haqiqatan sizlarning gunohinglar payg'ambarlar elib kelgan dalillarga qarshilik qilganliginglar va men sizlarni chaqirgan botilga ergashganliginglar uchundir. Men sizlarning burun meni Allohga ibodatda shirik qilganliginglarni e'tirof qilmayman. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Ya'ni buningdan burun meni Alloh taologa shirik qilib olganliginglarning sababini e'tirof qilmayman. İbn Jarir mundaq deydi: Haqiqatan men ulug' va katta Alloh taologa shirik ekanligimdan taniman. İbn Jarirning bu so'zi kuchli bo'lib, tövendeki oyat bu ma'noni kuchlantirdi. Allohni qo'yib ki qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qinadigan odamdinmi, gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'ofildir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Ish ularning gumon qilgandek emas. Ya'ni butlari ularning Alloh oldida izzat tepishlarining sababi bo'lolmaydi. Ularning, ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qiladi. Ular, ya'ni mushriklarning dushmaniga aylandi. Zalimlar çoqum qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni haqiqatdan yuz o'rib, batilga ergishib, o'ziga zulm qilganlarga çoqum dardlik azob bor. Oyatning bayon qilinish uslubidan shuni ko'rib olishga bo'ldiki, yuqorida deganimizdek iblisning so'z qilishi, iblis va ular do'zaxga kirib bo'lgandan keyin bo'ladi. Amir Sha'bi mundaq deydi: Qiyomat kunida kishilarning oldiga ikki so'z qilg'ichi chiqadi. Alloh taolo Maryam o'g'li Isa alayhisalomga mundaq deydi: Ey Maryam o'g'li Isa, sen kishilarga Allohni qo'yib men bilan onamni ikki iloh qilib elinglar dedingmi? Isa aytdi: Rabbim, sha'ningga loyiq emas narsalardan seni pok deb e'tiqod qilamanki, menga aytishga tegishli bo'lgan so'zlarni men aytmayman. Menga aytishga tegishli bo'lmagan so'zlarni men aytmayman. Agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, uni sen cho'qim bilasan. Ya'ni mening undaq
demiganlikim sana ma'lumliq. Sen mening zotimdikini bilasan, men sening zotingdikini bilmayman. G'ayblarni nihoyat obdan bilasan, men ularga faqat sen meni aytishga buyurgan so'zni, ya'ni mening Rabbim va sizlarning Rabbinglar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar dedim. Men ularning orasida bo'lgan muddatda ularning amallarini kuzatib turgan edim. Men qabz ruh qilingandan keyin ularning amallarini sen kuzatib turgan eding. Sen hamma narsadan xabardorsan. İblis mal'un o'rnidan turib mundaq deydi. Sizlarga mening kufrga, gunohga zo'rlig'idek hukmronligim bo'lg'ini yo'q. Men sizlarni faqat gumrohlik qila da'vat qildim. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar. Alloh taolo baxtsizlarning boradigan joyini, ular tortadigan xorliq va qattiq azobni va iblis mal'unning ularga qilgan so'zini bayon qilib bo'lgandan keyin aqidullah baxtli kishilarning boradigan joyini bayon qilib mundaq deydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar Robbining izni bilan ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kiradi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Farishtalar ularni hurmatlab, sizlarga omonlik bo'lsin deb salom berdi. Ya'ni jannatlardagi o'stanglar ular qayerda bo'lsa va qayerga mangsa shu tarafga qarab oqadi. Ular jannatda Alloh taolaning izni bilan mangu qoladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ular jannatga yetib kelgan chaqda uning darvozalari ochilib bo'lgan bo'ladi. Jannatga muakkil farishtalar ularga sizlarga omonlik bo'lsin. Sizlar gunohlarning kirlaridan pok bo'ldinglar. Jannatga kiringlar. Uningda mangu qilinglar deydi. Ular mangu turadigan jannatga kirdi. Ularning otilari, xotinlari va avlodining ichidagi yaxshilarmi jannatga kirdi. Farishtalar ularni muboraklash uchun jannatning har bir darvozasidan kirdi. Farishtalar u dunyoda sabrni do'st tutganliginglar uchun sizlarga omonlik bo'lsin. Oxiratning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi. Ular jannatda farishtalar tarafidan qilingan duo va salom bilan qarshi ilindi. Ularning jannatdagi duosi: "Ey Rabbimiz, biz seni pok deb e'tiqod qilamiz" deyishdan iborat. Ularning jannatda bir-biriga beradigan salomi ahli do'zax chekayotgan azobdan omon bo'lg'aysan, ya'ni assalomu alaykum deyishdan iboratdir. Ularning duosining oxiri jami hamd sana olamlarning Robbi Alloh xosdir deyishdan iboratdir. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida İbrahim suresi tafsiridan 23-oyatgacha oldinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.